العوالم كيف ذقت سعادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Bugün başlayacağımız dersimiz Tezkiyetun Nefs, Tezkiyetun Nufus, Nefslerini paklaş. Tema aslındaki kitap. Kitabın ismi Eşru Kavaid fi Tezkiyetun Nefs. Nefsini paklaştaki 10 kaide, 10 prensip. Bu 10 xil narsaga e'tibor bersak, nafslarimiz qirqasmaq chang to'zonlardan, gunoh maisatlardan tozalandi. Va yoki mush 10 narsaga ahamiyat bersak, agar nafsimiz poklayotgan bo'lsa, shu soplik poklikka kapolat ega bo'ladi. Muhofazat qilindi, qo'g'dilindi. Bu kitap Abdurazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badari hafizahullohning kitobi. O'zi ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi mo'tabar olimlarning hozir nurg'un darslari ham bor. YouTube'ga chiqsa yoki boshqa tashviqot vositalarida bu odamning nurg'un darsliklari bor. Shu kishiningki shu kitobini inshaalloh Alloh qodir qilmoqda dars qilib o'tmoqchi qilmoqchilarga. Buni avval tanlashimizga sabab nafsimiz, yani ruhimiz, qalbimiz pok bo'lmasa, tozalanmasa, jasadimiz tozalanmaydi, isloh bo'lmaydi. Yani ağzımız ıslah olmaydı. Sokuvatkan yürükümüz ıslah olmaydı. Menimiz ıslah olmaydı. Gözümüz, kulağımız, tilimiz, kolumuz ıslah olmaydı. Şu sebepten aval nefsilerini, ruhlarını paklaşka ehmiyet versek, Hud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin ruhini, kalbini vahiy bilen, özünün mübarek hadisleri bilen, sünnetleri bilen tazılığandek, paklığandek, aval kalplerini, nefsini, ruhunu Allah'ın ayetleri bilen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bilen, selef salihlarınki möteber sözleri bilen, eminimiz bilen birleştirgen asasda hazırlasak, kalan işlerine aval tutuşkılı varsak, öyge şiktin kirmey, akıdın kirgendek, özüdün düşkendek bir iş olur diken. Aval bir nefslerimizi paklaversek, şu pakiz ruhka, tevhidi düşüncelerini, akidevi düşüncelerini, okuv ve kırındaşık düşüncelerini, ahkamlarını, siretlerini yazsak, dızsak, inşallah özünün təsirini, küçüğünü kösətkiləyək. Dəb oylab, Tezkiyetun Nefs, nefsini paklaş haqqındakı şu kiçik risalını tanladık. Demek bu kitapta 10 prensip, 10 kaide sözündü. Demek ki nefsimizni paklaş haqqında. Kitap kirişte ilgili nefsi degen nime, bu nefsinin başka türleri var mı yok, bunun nime ehmiyeti var, bu şekilde kıskaca bir çençir bir tekniğimiz kardeşler. Ölümala en-nefs cevherul insan, deb şerihini vergen. Yani nefs insanın cevheri, göheri. Daraxtninki asosiy cevheri qayeri? Yildizi. Binoninki cevheri qayeri? Bu asas. Shunga injener binoning chirtyojini sizgan vaqtida, loyihagan vaqtida bu asas haqida kalla qatirdi. Chunki buni ham mas'uliyati bor. Demak, xuddi binoninki cevheri ul asosiy, bir ko'chatning cevheri yildizi bo'lganga o'xshash, insonning cevheri qayer ekan? Biz to'xtalmoqchi bo'lgan bu nafs ekan qarindosh. Nafsin haqida ulamolar har xil sharhlarni bergan. Ya'ni bu nafs deganimiz ruh. Bu nefsi deganimiz can. İkisi asas bir gap. Can çıktı, ruh çıktı bir gap var. Bu nefsi degan kalp. Kalbi soqishdan, yuragi soqishdan to'xta dedi shu bir gapini. Bu nefsi degan aql degan ulamolar. Hatta insonni ishiltimiz bu nefsini degan ulamolar var. Bu haqda kelgan oyat hadislarga tayinib turibdi. Hamda bu her birisiga dalil keltiramiz desek, vaqtimiz biroz uzrak ketdi qarindoshlar. Chunki ruh, can, aql, qalb, inson deganlarga ko'p oyat hadislar kelgan. Mesela akıl dese nimeli deb qolmoqlar. İsa alayhisalomninki Allah subhanahu wa ta'alaga nida qilib turib, Estağfirullah. Ta'lamu ma fi nafsi ve la a'lamu ma fi nafsik. Mening nafsimda bo'lgan narsani sen bilasan, sening nafsingni men bilmayman ey Allah deganni ba'zi mufassirlar deydi. Mening aqlimni ko'kkan, zehnimni keshganlarini sen bilib tursa, ammo senda bo'layotganini men bilmayman deb tafsir. Yuqori nafs insonning javhiri dedik. Nima uchun desa, dal bu nafsida hayotlik bor. Can deganlikka, ruh deganlikka hayotlik bor. Dal bu nafsida yaxshi yomon his qilish bor. Bu nafsida harakat bor. Bu nafsida iroda qilish bor. Idrok, bir narsani bilish erkinlik ham bor. Fikr qilish iqtidori bor. Infial, ta'sir berish iqtidori bor. Demak, bularning hammasi shu nafsimizda bor. Shuning uchun bu shu qadar unumli, shu qadar muhim qarindoshlar. Hamda nafsning turlariga kelsak, Qur'oni Karimda va hadis Rasulullohda nafs 3 turga bo'lingan. Birinchisi an-nafsul mutmainna, xotirjam bo'lg'uchi, nijotga erishguvchi nafs. İkincisi şu, an-nafs al-ammaratu bis-su, yamanlık buyurguchi. İkisine yamanlık buyurup durdu. Üçüncüsü an-nafsul lawwama, malamat qiluvchi nafs. İnşallah bularning tafsiloti haqida darsimiz jarayonida kelib, shu o'z o'rnida buning dalillarini va tafsilotlarini juda so'zlaymiz inshaalloh. Hamda har birimizda bo'lgan va bizning javhirimiz, asosimiz bu nafs ekan. Mushuni paklashning nima ahamiyati bor? Nima zaruriyati bor? Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qilingan muttafaqun alayh bo'lgan shu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan:
Ala fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kullu ve iza fesedet fesedel cesedu kullu ala ve hiyel kalb. Bizde ikki narsa var. Birisi ruh, can. Yani birisi can. Göçten, muskuldan, peylerden tüzülgen ceset. Mana şu cesette bir parça göç var deydi. Şu bir parça göç ıslah olsa bütün beden ıslah olurdu, tüzülür deydi. Bizim maqsadımız nimadir? Şu bir parça göçni ıslah qilish maqsadi madaris başlayapmiz. Şu bir parça göç qaçanikin buzulsa bütün beden buzulur. Bilib qo'yanlikin bu bo'lsin qalb deydi. Yani şu nefs şu. O'limali qalbni şu nefs deb ataydi. Demek biz bu tüzelse bütün bedenimiz tüzülüdügan, gibimiz tüzülüdügan, tilimiz tüzülüdügan, kuluqimiz to'g'rini anglaydigan, ko'zimiz haqni ko'radigan, yuragimiz nimaga soqishni biladigan, nimaga muhabbat qilishni biladigan, qo'limiz qayerda mengishni biladigan bir holat shakllandi demakchi. Vaqtimizni, mengimizni, aqlimizni nega sarf qilishni ham shu bir parcha kuch tuzalsa anandan keyin joyiga tushiramiz demakchi. Bu buzulsa bütün beden buzulur. Demek bu bir parça kuch buzuldu mu? Til batılını sözleydi. Köz haram ucu göreydi. Kulak nakşı müzikiga, gayvet şikayetge, kulak sözlerge mayılıp gitidi. Fut qalayımqan koçalarga başlaydı. Kol Allah'ın gazaplandırdıgan narsani tutuşga başlaydı. Yürek batılga soqqunu turdu. Batılga muhabbet bağlılığını turdu. Şuna nefsini ıslah qilish şu kadar mühim kılmıştı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bir sözü var ki şunda bir canlılık. El kalb melik. والأعزاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث القلب خبثت جنوده. Kalp o bir padişah okşaydı. Yani komandan okşaydı. Kağa azalar onun askerleri. Eğer padişah olan şu kalp tüzelse, yaxşı olsa onun askerleri tüzülüp gidiyor. Eğer padişah olan kalp buzulsa onun koşulları buzulup gidiyor. Bu nefsimizde paklaş, bu kalbimizin, ruhimizde paklaş. Bana bir yerden çıkıp durdu şu kadar mühim. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim şerhlerinden estaiz billah. Yevme la yenfe'u malu ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Kıyamet günü mal mülkünüz, tapkan depi dünyalarınız ve ballarınız, oğullarınız fayda vermeydi. Eskatmaydı. Yani bir ayet nedir? Yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibetihi ve beni. Demek o günde ayal erden kaçırılan, dadı barıdan kaçırılan, kırındaşlar birbirinden kaçırılan hem özünün meşgulatıyla kalırgan gün. Mana şu günde illa men etallaha bi kalbin selim. Fakat sağlam kalp bilen kelgen kişiningla işi yaxşı. Onun balıçak mal mülkleri emas, şu sağlam kalbiyle şunun fayda kılıdı. Degan maqsadda Allah Taala bi kalbin selim dedi. Bi kalbin selim degeni biz to'xtalib atgan sağlam kalp, sağlam ruh, sağlam nefs. Buni mufassirlarning ko'pincha bi kalbin muhlisin deb tafsir qilgan. Yani ixlosmand kalp bilan kelgan kishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم diye. Müslim rivayet kılınsa hadis. Allah Teala sizlerning şeklinlarga ama cemalinglarga veya ki cisminglarga qomatlik, tutqanlik, kelishgan bu cisminglarga qaramaydi. Albatta millatga qaramaydi, irqqa qaramaydi, rangning qanday bo'lishiga ham qaramaydi. Lekin Alloh Teala sizlerning qalbinglarga va amalinglarga qaraydi. Demak, sog'lom qalbdan solih amallar kelib chiqadi. Buzuq qalbdan habis amallar kelib chiqadi. Bu nuqtadan qaragandimi, amallerimizin salih bo'lishi uchun bu qalbni, bu ruhni, bu jonni, bu aqlni, bu nafsni paklash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda yetba'ul mayyita salasa. Meyit uch narsa egishib bordi qabrga deydi. Ahluhu va maluhu va amaluhu. Uning ahli ayol bolalari, urug' tuqqanlar, do'st yaranlari, mol dunyo, deb dunyolari va amali egishib bordi. Fayarji usnani va yabqa wahida. Ikkisi qaytib ketadi, birisi qolib qoladi. Fayarji ahluhu va maluhu va yabqa amaluhu. Onun ahli ayol bolalari va mol dunyosi ketib qoladi va uning umri qolib qoladi deydi. Asqatidan shu amal kana. Bu yerdagi amal albatta solih qalbdan solih amallarda u ishlagan barcha buzuq amallari asqatmaydi. Uni azob qo'ydi. Kafirning amal qiladi, mu'minning amal qiladi. Ammo asqatilgan amal qaysi amal u? Poklangan nafsdan, pok ruhdan, sog'lom qalbdan chiqqan solih amallar. Mush asqatadi mana. Kafirning qilgan amali uchun uningga hamroh bo'ladi va uningga azob bo'ladi. Farklı ayet hadislerden bu nefsimizin paklashninki ne kadar muhimligi shunda ochiq ko'rinib turibdi. Qarindoshlar, men shuni asıltımın, realligimizni qarasak, bütün mushkulotlarimiz, bütün g'am qayg'ularimiz dal nafsimizning pakunmaganligidan kelib chiqadi. Mayli oiladagi kelishmasliklar, mayli bolalarimiz bilan bo'lgan muomalalarni ketkizib qo'yishlar, mayli qarindoshlar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabatdagi sal qarashlar. Mayli telefon bilan bo'lgan muomalani joyiga tushirmaslik, telefonning ijobiy taraflaridan bakrak salbiy taraflariga ko'p burilib ketish. Dal shu nafsimizning pakunmaganligidan, qalbimizning, ruhimizning biroz kirashganligining alomati. Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan haqni o'z joyiga yetkazmaslik, Allohning haqqini bermaslik,
ammeten bütün İslam ümmetinin, hasreten Şarkı Türkistan Müslümanlarının veya ki etrafımızdaki dost yararlarımızın veya ki uyumuzdaki ayalımızın, ballarımızın yani hakkul abd, bendilerin hakkını cahili bilinmeslik yani Müslümanımızın kirleşkenlikinin, nefsimizin pakılmağanlıkının alameti. Nefsimizin hakkını cahili özünün orunu koyamağanlıkımız bu mu yine nefsimizin ruhimizdeki pakılmağanlık bunu paklaşmanın yollarını bilmegenlikimizden kep çıkıyor. Bundan başka bizgi talep bo'lgan mol chorvalar, bog' varallar yoki uyingizdagi onunki sharoitlarini qisib qo'ymay yaxshi qilib berib boqqan qushlaringiz, beliqlaringiz va yoki gul-giyohlar bu mahluqotlarning haqqi va haqqul mahluqot deb to'tinjak bu. Bularning haqqini ham joyida bermaslik yana shu nafsining poklanmasligi, ruhning, qalbning isloh bo'lmaganligidan sizga talab bo'lgan yuqorqi mahluqotlarning haqqiga ham tajovuz qilib qo'ysiz, zulm qilib qo'ysiz. Demak, butkul mushkulot bu nefsinin pak olmaslıkıdır, kirleşkenlikidir kip çıkılıp gelmeslik. Vatanımız Şarkı Türkistan'ın ne ismimiz onunla okşamaydıgan, ne çırayımız onunla okşamaydıgan, ne itikadımız onunla okşamaydıgan bir pes milletinin kulu kapkılışlık sebeplerinin en tüp sebebi kayısı kardeşler. Bu olsun içki sebep kim? Nefsilerde mesele var, ruhlarda mesele var, kalplerde mesele var. Kurulurken bu kalpler, bu ruhlar tazelanmagan. Xitayning kafirligi, tajovuz chikanligi, zolimligi, ochko'zligi, hasadxo'rligi, eski yomon qo'shni ekanligi bu tashqi omil bo'lgan bo'lsa, asosliq ichki omil yuqori. Shunga ulamada deydi-ki, har qanday xafalık musibatning ikki sababi bor dedi. Birinchisi asbabul daxiliyya, ichki sabab. Ikkinchisi asbabul xorijiyya, tashqi sabab. Bir misol keltirsak, bir odam turmaga kirib qoladi. Shuningdek shu ikki xil sabab bor. Birisi gunoh ma'siyatlari tufaylidan kirdi turmaga. Ko'pincha. To'g'ri, payg'ambarlar, solihlar, muttaqilar, Allohning avliyolari, do'stlari darajasini oshirish uchun Lavhul Mahfuzda bitilgan shu oliy maqomga yetkazish uchun Alloh taolo uni imtihon qilib turmaga kirgizdi. Yusuf alayhisalom turmaga yetgan masalan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hashim jilg'isini 3 yil qilib ketgan masalan. Ayyub alayhisalom har xil rivoyat va 18 va 17 yilligida kasallik azobini tatgan masalan. Va yoki shahidning o'g'li shahid bo'lgan ikki shahid Yahyo alayhisalom bilan Zakariya alayhisalom bularni qildisi kesilib zolimlar tarafidan shahid qilingan misol. Bular hergiz ma'siyat tufaylidan, xatolik tufaylidan, nafsi pakunmaganlik tufaylidan bunday musibatga uchirdi deyish nauzubillah bu cho'ng xatolik. Payg'ambarlar ma'sum. Ularning Alloh taolo darajasini ustun qilish, jannatga oliy maqomga yetkazish, ummatga yetakchi qilish uchun ashunday imtihonlarni qilib sinagan. Ba'zisi kasallik bilan, ba'zisi turma azobi bilan, ba'zisi farzandlaridan ayirib qo'yish bilan, ba'zisini o'zining xalqining yurtini qo'g'lab chiqarish bilan, yerdek har xil imtihonlar. Ammo payg'ambardan boshqa har qandig'imiz ko'pincha xatoligimiz tufayli musibatlarimiz. Dalil: Estağfirullah. "Ve ma asabakum min musibetin febima kasabat aydikum ve ya'fu an kaseer." Sizlarga yetgan musibatlar qilmishinglar tufaylidir. Ammo Alloh ko'plarni kechiradi deydi. "Ve ya'fu an kaseer." Agar Alloh kechirmaydigan bo'lsa, deydi mufassirlar, banda musibatdan qutulanmay, musibatdan bosh ko'tarmay o'tib ketdi deydi. Alloh taolo mehribon zotdir. "Ve ma asabaka min sayyiatin fe min nafsik." Sana yetgan yomonliklar, xafalıklar nafsingdan deyotgan bir oyatda. Demek musibatning asli manbasi o'zimiz. Biz to'xtalmoqchilar bu nafsining pakunmaganligi, xatoliklarga uchib qolganligi, shaytonning hilimikiligi desab, shaytonga asir bo'lib qolganligi, mahkum bo'lib qolganligi mana bu ikki sabab. Dushmanning askariy kuchi bilan ippagan hujumlari, tashviqoti bilan ipirayotgan hujumlari, iqtisodiy jihatdan ipirayotgan hujumlari bu tashqi omil. Bu asos o'rin tutmaydi. O'limalar deydi-ki, agar bu ikki sabab isloh bo'lsa, yani ruh pakiz olsa, kalp tazalansa, insan hatalıklardan uzak dursa, tashqi omil cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Mesela bir qo'rg'onni o'xshatsak, qo'rg'onning hamma yeri etik bo'lsa, puxta bo'lsa, qalin bo'lsa, egiz bo'lsa, ne onunla bo'ron chapqunlar ta'sir ko'rsatmaydi, ne onundan o'g'ri kirolmaydi. Chunki yo'chiq yo'q. Ne onun atgan o'qlari kirgidek ya yo'q, tomlari qalin, teshib o'tolmaydi. Qanday qiladi? Ichida xotirjam ibodatni qilib yashaydi. İçki amili çatak olmasa, kalbimiz rusu olsa, beyin pak olsa, tashqi omil bo'lgan düşmanninki har xil askari, tashviqoti, iqtisodiy hujumlar qanday ta'sir ko'rsatmaydi demoqchi. Qaysi mumkin qarindoshlar? Mana bu ichki omil bo'lgan ruhni paklash, nafsini paklash shu qadar mumkin. Shuning uchun vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy istilasini qilib berishi va yoki O'rta Osiyoning, O'rta Sharqning va yoki ilgirki islomiy diyor bo'lgan nurg'un o'lkalarning, masalan Andalus kabi rayonlarning dushmanlarning qo'liga o'tib ketish asosiy sabab nada? Ichki sabab. Ya'ni musulmonlar qalblariga kirchanglar qo'nab qolgan, ruhlari pak bo'lmagan, shu nafsi isloh bo'lmagan bir taraflar bor. Shuningdan dushman g'olib kelib ketgan. Demak, bütün xafalıkninki, bütün musibatlarning hal qilish chorasi nima ekan? Tezkiyatun nafs. Nafsimizni paklash.